o'qiymiz katta yoshlar bilan deb ko'pchilik savol beradi. Sizda nima rezultat bo'ldi? Akmal, bor gapni ayting. Albatta, bormi? Ular bilan veseleye. Aha. Aman bunaqacha yaxshi gapirolmasdim. Hozir вообще уверенman gapirishga. Ular katta yoshi gapiryaptimi? Biz ham gapirishimiz kerak. Hi teacher, hi everyone. Today I will talk about my daily routine, what I do every day. My daily routine starts at 10 o'clock. At 10 o'clock I wake up and make my bed. Kelajakda nima uchun o'rganyapsiz ingliz tilini, Akmal? Eng zo'r univerga kirib ketish, IELTS 9 olish uchun, o'zim bilimda bo'lish uchun. Aha. Chet elga borib qo'yganda gapirish uchun. Aha. Xo'p, kim tavsiya qildi meni? Aha, meni qayerdan topdingiz? O'zim ne aytyapsan? Aha, demak o'zi tanlagan ustozida. Rusiy maktabda borasiz, ruscha maktabga borasiz? Ha, bo'l, shuning uchun ham shunaqa bo'ladi. Demak, rus maktabda o'qiganlarni ham o'qitsangiz bo'lar ekanda. Bo'ladi-da. Problema